Azizlar, bugungi suhbatimizda ro'zani buzadigan va buzmaydigan amallar haqida gaplashamiz. Svecha qo'yish ro'zani buzadi. Ko'zga dori tomizish ro'zani buzmaydi, lekin ehtiyotdan buni iftordan keyin yoki saharlik paytida og'iz yopishdan oldin qilish tavsiya beriladi. Surma qo'yish ro'zani buzmaydi. Quloqqa dori tomizish ro'zani buzadi. Ro'za ochilib ketadi. Suv kirsa ro'za ochilmaydi. Nafas qisishga qarshi faqat kislorodli aerozollarni o'zidan foydalansa ro'za ochilmaydi. Ya'ni havo purkagichlar kislorodli bo'lishi kerak. Suvli havo purkagichlar ro'zani ochadi. Yoki burungi spreylar, suvli spreylar sepilsa ham ro'za ochilib ketar ekan. Burungi ham quruq, tomog'iga ham, ya'ni o'sha quruq havo purkagichni o'zi bo'lsa ro'za ochilmaydi. Ter ostiga insulin ukolini olish ham ro'zani buzmaydi. Venadan, qon tomiridan olingan ukol, kapelnitsalar ro'zani ochadi. Yonboshdan qilingan ukollar esa ro'zani ochmaydi azizlar. Tishni davolashdan oldin narkoz qilish, tishga plomba qo'yish yoki tozalatish ro'zani buzmaydi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Tomoqdan ichkariga suv yoki dori nimadir o'tib ketsa ro'za ochiladi. Atirdan foydalanish ro'zani ochmaydi. Dezodorantdan foydalanish ham ro'zani ochmaydi. Yuzga bo'yoq surtish. Misol uchun ayollar ro'zador holatda yuziga makiyaj qilish uchun bo'yoq surtsa ro'za ochilmaydi. Tahlil uchun, analiz uchun qon topshirish ham ro'zani ochmaydi.